Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asrorul uzamo, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizga xush kelibsiz. Bu darslarimizda biz insoniyat karvonini boshqargan, islom saqofatini barpo qilgan kishilar haqida bahs qilamiz. U ulug' insonlar hayotning turli jabhalarida bashariyatga, insoniyatga ibrat namuna bo'lishdi. U ulug' insonlar faqatgina o'zining asri uchungina emas, balki keyingi asrlarga ham, hatto hozirgi kunimizga ham siz bilan bizga misoli oliy bo'lishdi. Ularning oralarida olimlar, faqihlar, obidlar, siyosiy arboblar, qo'mondonlar, hatto tabiblar ham bo'ldi. Bugungi suhbatimiz Ibn Nafis haqida. Bu suhbatimiz avvalgi suhbatlarimizga o'xshamaydi. Chunki bu kishi mana shu diniy bilimlarni juda ko'pida katta bir yutuqlarga, muvaffaqiyatlarga erishishlik bilan birga yana tabobat ilmida ham zamonasining eng peshvolaridan, ulug'laridan edi. U kishi olim, faqih, tabib edi. Himsda ulug' edi. Bu shahar ana shu davrlarda islomiy hazoratning, madaniyatning muhim nuqtalaridan biri edi. Bu shaharda fiqh, aqida, hadis, lug'at ilmlari, nahv, sarf ilmlarining kibor olimlari yetishib chiqqan edi. Tabobat. Imom Shofiy aytgan edi: diniy ilmlarning eng sharaflisi fiqh, dunyoviy ilmlarning eng sharaflisi tib. Imom Shofiyning yana bir so'zi bor: ilmu fiqhi lil adyan, ilmu tibbi lil abdan. Din uchun fiqh ilmi bor, badanlar uchun tib ilmi bor. Qolgani hunar degan ekan. Bu Imom Shofiyning gapi. Tabobat inson zotini og'rig'ini, alamini, mashaqqatini ko'taradigan ilm. Bu kishining to'liq ismi Abul Hasan Alaiddin Ali ibn Abil Hazm Xolidi Mahzumi Qurashi. Asli Qurayshga borib taqaladi, Banu Mahzum urug'iga. Alauddin Abu Ya'la ibn Nafis. U kishi Himsga keldi, fiqh va hadis madrasasiga qo'shildi. Yana u kishi arab tilini, uning ilmlarini, bayonni, sarf, nahvni bularni qattiq kirishib o'rgandi. U kishini mana shu ilmlarga bo'lgan jiddiy jahdini ulamolar kuzatishdi. O'shuning uchun ayrimlari bu kishi fiqhda yoki hadisda olim bo'ladi deb kutishdi. Yana ayrimlari yo'q, tarix bilan arab tilida bu kishi o'zini zamonasining eng ko'zga ko'ringan olimlardan bo'ladi, oriflardan bo'ladi deydi. Ya'ni diniy bilimlardan zo'r o'rganganidan shunaqa kelajak kutilinyapti u kishidan. Ammo u kishi tabobat tomonidan ko'proq ko'zga ko'rindi. Ulug' insonlarni mana shu ulug'likka olib chiqqan omillar, sabablarni gapirganimizda bir narsaga alohida to'xtalib o'tdik. Bu kishilar ilmlarni deyarli hammasidan xabardor bo'lib o'qib o'rgangan, lekin o'zi uchun bitta sohani tanlagan va asosiy diqqat e'tiborini mana shunga qaratgan. Agar kishi o'zi yaxshi ko'rmaydigan ilmga berilsa, o'zi yaxshi ko'rmaydigan ishga majburlansa, ehtimol bu ilmda, bu ishda bir qandaydir yutuqqa erishar, lekin o'zini zamonasining eng peshvolaridan, shu ilmni peshqadamlardan bo'la olmaydi hech qachon. Ibn Nafis fiqhni, tarixni, arab tilini o'rgandi. Ammo uni qalbi boshqa ilmga talpinib turar edi. Tabobatga. Ehtimol u kishini mana shu tabobatga qiziqib qolishiga sabab o'zini bir qattiq kasal bo'lganidir. 629-yil edi. Ibn Nafis aytadi, 12 yoshlarimda edim, qattiq istimaga duchor bo'ldim. Istima ketidan istima, istima ketidan istima. Tabiblar kelib, biri ko'rib, u davoni beradi, foyda qilmaydi. Yana bittasi kelib, boshqa davoni beradi, uni ham bir shifosi yo'q. Shu paytda tabiblarga nisbatan qalbimda yomon gumon paydo bo'lib qoldi. Ya'ni bilishmas ekansan senlar ishini degan ma'noda. Ehtimol shu narsa meni tabobat bilan shug'ullanishimga turtki bo'lgandir. O'qib o'rgani toki odamlarga foydam tegsin. Men bosib o'tgan mana shu alam, mashaqqatlar odamlar ustiga kelmasin. Shu dardlarni ko'taray degan niyati bo'ldi. Ibn Nafis tabib bo'lmoqchi ekanligini otasiga bildirdi. Otasidan qarshilik. Oila a'zolari ham hammasi qarshi bo'lishdi. Chunki u paytda Himsda tabobatni o'rganishlik bu yangi narsa edi. Asosan diniy bilimlar edi. Tabobatni o'rganaman desa qarshilik qilishdi. Hozir buni teskarisa,
Shariat ilmini o'rganaman desa qarshilik qiladi. Otasi bu fikrga qattiq qarshi bo'ldi. Ibn Nafis qattiq turib oldi o'zida. Xullas uzoq bo'lgan bahs munozaralardan keyin otasiga va'da berdi. Eng zo'r tabib bo'laman deb va'da berdi. Tabiblarning eng zo'ri bo'laman deb niyat qildi, va'da berdi, otasi ko'ndi. Ana akalar, kishi o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, albatta bir muvaffaqiyatga, ulkan yutuqqa erishadi. Endi Ximsda tib ilmini o'rgatadigan olimlar yo'q. Damashqqa borish kerak. Damashqdagi eng katta shifoxona Nuriy shifoxonasi. Bu shifoxona shu shifoxonani ta'sis qilgan Nuriddin Zankiga nisbat qilinib shunday nomlangan edi. Bu Ayyubiylar davri. Ayyubiylar tabobatga, meditsinaga juda qattiq e'tibor qaratishgan edi. Demak, Damashqdagi Nuriy shifoxonasiga keldi. O'sha davrdagi eng peshqadam ilg'or shifoxona bo'lgan Nuriy shifoxonasi. Kitoblarning eng zo'rlari jamlangan tabobat bo'yicha. Va mana shu shifoxonaga dunyodagi mana degan tabiblar, shifokorlar kelib shu yerda xizmat qilar edi. Mana shu madrasaga kelib joylashganidan keyin Ibn Nafis Imron al-Isroili laqabi bilan mashhur bo'lgan ko'z tabibi Muhasibiddin Abdurahim qo'lida ta'lim olishni boshladi, tabobatni. Bu kishi haqida aytiladiki, bu kishi ajib bir dorilar bilan, g'ayri oddiy uslublar bilan tuzalishdan umidi uzilgan, tabiblar davolashdan bosh tortgan, hayotdan umidini uzib qo'ygan kishilarni ham davolar edi. Ajib dorilar bilan, g'ayri oddiy uslublar bilan. Ibn Nafisning hayotini avvali mana shunday bo'ldi. Hamma qatori hadis, fiqh, aqida, tafsir, tarix ilmlarini o'rgandi. Ammo o'ziga tabobat ilmini birinchi o'ringa qo'yib tanlaganidan keyin ko'proq e'tiborini nima qildi? Tabobatga qaratdi. U kishi mana shu aqidadan, tafsirdan, fiqhdan, hadisdan, siyratdan kitoblar yozadigan darajada olim maqomiga yetgan kishi tabobatda shu bir chekkada qo'shib o'rganib qo'yapti. Shu bir kasal borda, shu katta ham kichik, boy ham kambag'al ham chalinganda bu kasalga, bu yalqovlik degan kasal. Shu eplab bugungi kunda o'tkazib qo'ysa-da, eplab o'tkazsa-yu haftalikda olsa, eplab oylikka yetib olsa. O'shuning uchun hayot eplama bo'lyapti. O'sha olgan oyligingga baraka qilmayapti. Chunki nima qilmayapsan? Erib tugamayapsan ishingda. Benzinda hammasini yoqib tugatmayapsan. Eplamasisan. O'qituvchi bo'lsangiz kelib turib shu 45 minutda 1 soat eplab o'tkazib olsangiz chiqib ketsang. O'shuning uchun baraka yo'qmi deyman-da, topayotgan pulimizni akalar, ukalar. Nima deylar? Alloh taolo har bitta ishga ihsonni yozgandagilar Rasululloh. Agar so'ysanglar chiroyli suratda so'yinglar, jonivorni rohatlantiringlar, pichoqda o'tkirlanglar. Professional bo'linglar degani bu. Muallimisan, zo'r muallim bo'l, ustamisan, eng zo'ri bo'l. Bu ikkinchi sort narsaga musulmon ko'nmaslik kerak. Lekin ta'assub shuna qo'yib qoldik. Top tepasizlar, razminka qilasizlar bir 15 minut aytinglar. Qilmaysizlar, kirasizlar gum top tepasizlar. Ine pax bo'lib qolpan, galinastop bo'lib qolpan, yana bo'pti, go'shim bo'linibdi, oyog'im qiyshayibdi. O'lib ket. Bu darslarda bir eshitiblar, tasliya qatorida, bir huzur halovat qatorida eshitishimiz kerak emas, ibrat olishimiz kerak. Qarang. Bu kishi diniy bilimlarni ham zo'r o'qigan, tabobat tutolagandan keyin zamonasining eng peshqadam tabibiga aylangan. Qachon biz shuna bo'lamiz? Shunaqa bo'lganimizdan keyin ummat qatorida o'samiz biz. 630-yilida Ibn Nafis Misrga Qohiraga keldi. Nosiriy mustashfosiga, shifoxonasiga o'zini mehnati bilan, g'ayrati bilan shu shifoxonada faqatgina tabib emas, balki shu shifoxonaning eng katta tabibiga aylandi. Ya'ni qaytarib aytamiz, mehnati bilan, mehnatsevarligi bilan, ijtihodi bilan, g'ayrati bilan. Mana shu mustashfoga, shifoxonaga qo'shib qurilgan madrasaga kirib, u yerda ham ustozlik qilar edi, ham u yerdagi ustozlardan bilmagan narsalarni o'rganar edi. Bir necha yildan keyin boshqa Qolaun mustashfosiga ko'chdi. Bu shifoxona Misrdagi ulug' sultonlardan Qolaunning shifoxonasi edi. Shu paytga kelib imorati bitgan edi. Ibn Nafis hurmati, ilmidagi peshqadamligi shu darajaga yetdiki, Sulton Beybarsning shaxsiy tabibiga aylandi. Sulton Beybars bilasizlar, Sayfuddin Qutuz bilan Mo'g'ul tatarlarida birinchi bo'lib sindirgan qo'mondonlardan, hokim sultonlardan edi. Mana shu sulton Zohir Beybarsni o'zini xos tabibiga aylandi. Sulton Beybars birodarlar Misr va Shomga 22 yil hokimlik qilgan inson edi. Ya'ni shu darajaga yetdi. Ibn Nafis
Tabobatda mana shunday bir mashhur insonga aylanib ketganiga qaramasdan, diniy ilmlarni beparvo tashlab qo'ymagan edi. Misrdagi Sururiya madrasasiga bog'lanib, fiqhni, o'zini mazhabi Shofiy mazhabini puxta o'rganib chiqdi. Ibn Nafis yashagan zamon qanaqa zamon edi, birodarlar? Shomda hali salbchilar urushi davom etib turgan, hali mo'g'ullarni islom yurtlariga kelib, yurtlarni vayron qilgan davrda yashadi. Lekin mana shunday bir barqarorsizlik, mana shunday bir tinchlik yo'q bo'lishligi u kishini ilm ma'rifatdan to'sgani yo'q. O'zini ilmida u kishi o'sishda davom etaverdi. Misrda 39 yil turganidan keyin u kishining haqiqiy bir ulug'ligi odamlarga ko'rindi. Ana shu paytga kelib Misrga vabo kasali tarqadi. Bu vabo shunday bir tarqaldiki, Misrni qishloq shaharlarini katta kichik erkagi ayol bir chekkadan qira boshladi. Shunda Ibn Nafis ulkan bir tibbiy ishni amalga oshirdi. Bir jamoa kishilarni to'pladida, tabiblarni ularga ta'limni berdi. Nima qilish kerak? Vaboga nisbatan qanday muomalada bo'lish kerak? Kasal kishi bilan qanday muomala qilishlik kerak? Hamma ko'rsatmalarni berdi. Bemor qanday ish qilish kerak? Mana shu u kishidan ta'limotni olgan tabiblar Misr bo'ylab tarqadida Ibn Nafisning ko'rsatmalarini amalga oshirdi. Ibn Nafis boshchiligida vaboga qarshi urush boshlandi. Va mana shu ulkan urushda birodarlar Ibn Nafis g'olib bo'ldi vabodan. Misr ahlini vabodan Allohning fazli marhamati bilan qutqarib qolishga muvaffaq bo'ldi. Endi bu uchun Misr ahli Ibn Nafisdan juda qattiq minnatdor bo'ldi. G'oyatda katta bir ikrom ko'rsatdi. Ulkan hadiya sovg'a salomlarni berishdi. Qo'lida dunyo ozgina to'plangandan keyin bir katta uy sotib oldi. Qolgan o'rnini xotirjamlikda, mulkchilikda yashab o'tdi. Mana shu qilgan ishi uchun Misr ahli u kishini ulug'lab Ibn Nafis al-Misri, ya'ni Misrlik degan laqabni berishdi. Garchi u kishi Shomdan kelgan bo'lsa ham, u kishi bilan faxrlanib mana shunday laqabni berishgan bo'ldi. Uning majlislariga ayonlar, talib ilmlar shoshilishar edi. Dunyoning har tarafidan tabobatni o'rganmoqchi bo'lgan talabalar uni majlisiga kelar edi. Bulardan tashqari diniy talib ilmlar ham kelardi, diniy bilimini olishlik uchun. Ibn Nafisni hayotidagi tavozun, bizning tilda balans. Uning zamondoshlari aytadi, Ibn Nafis saxovatli, go'zal xulqli, tiniq fikrli inson edi. Dinida Shofiy mazhabini mahkam tutgan edi. Qaranglar, xulq bor, saxovat bor, ochiq yuzlik bor, shirin suxanlik bor. Albatta bunaqa odam hammaga yoqadi. Ibn Subki o'zining Tabaqatul Shofiy al-Kubro kitobida Ibn Nafisni Shofiy mazhabining eng ko'zga ko'rgan faqihlaridan deb e'tibor qiladi. Shuning uchun doktorlikka o'qiyotgan akalar, ukalar Hanafiy mazhabining olimi va ko'z xirurgi degan unvon turibdi bizda. Bir olgani yo'q. Qiroatni 7 xil turini biladigan qori va kuchli kardioxirurg degan unvon turibdi bizda. Bir olgani yo'q. Qo'lingizdan keladimi? Zo'r yurist, shahardagi eng zo'r yuristimiz. Yurisprudensiyani zo'r biladi. Sixoqsitdan yodlagan. Bu unvon ham turibdi bizda. Bir olgani yo'q. Ibn Nafisning tarixini o'qir ekanmiz, u kishini ismini tarixda qoldirgan, Sharqda ham, G'arbda ham mashhur qilgan ishi Sharhut Tashrih al-Qonun kitobiga kiritgan tuzatishlari. Mana u kishini mana shu tabobatda erishgan yutuqlardan o'qiymiz. Inson fiziologiyasini o'rganishdagi peshqadam tabiblardan bo'lgan edi. Birinchilardan bo'lib inson fiziologiyasini o'rgangan edi. U Ibn Nafis kichik qon aylanish sistemasini birinchi bo'lib aniqlagan olim edi. Mikrosirkulyatsiya deylar ekan. Kichik qon aylanishlik sistemasini. G'arbliklar bu kashfiyotni birodarlar, mana shu mikrosirkulyatsiyani ingliz olimiga tegishli deb da'vo qilishadi, lekin aslida bu haqiqatni mana shu ingliz olimidan 350 yil avval Ibn Nafis aniqlab ulamolarga taqdim qilgan edi bu ilmni. Ko'ryapsizmi? Meditsinada bir kashfiyot qilyapti. Muhiddin Tatoviy o'zining ilmiy risolalarini birida bu haqiqatni odamlarga bildirmaguncha hamma bu kashfiyotni o'sha ingliz olimimizga nisbat qilib kelar edi. Mana endi esa bilamiz birodarlar. Demak, mana shu mikrosirkulyatsiyani bu kashfiyotni Ibn Nafis qilgan ekan. Siz bilan bizni ajdodimiz.
Ibn Nafisning tabobat ilmiga kiritgan yangilari faqat shu emas edi. Bundan boshqa bir kashfiyotlar yangilari ham bor edi. Ibn Nafis tarafidan ko'z kasalliklariga tegishli bo'lgan juda ko'p izlanishlarning natijalari bor. Ya'ni u kishi farmatsevtikaga ham o'zining katta hissasini qo'shgan. Tuzni insonning jasadiga qanaqa bir xatarli borligini nozik suratda o'rganib chiqqan edi. Shuning uchun mana shu kishi birinchi bo'lib bemordan tuzni tanovul qilishda mo'tadil bo'lishni talab qilgan ekan. Tuzni qon bosimini ko'tarilishiga ta'sirini birinchi bo'lib aniqlagan kishi ham Ibn Nafis bo'ladi. Nafas olish yo'lini, nafas olish a'zolarini ishini tushuntiruvchi puxta rasmlarni chizib bergan ham Ibn Nafis bo'ladi. Ibn Nafisning ko'p kitoblari chop etilgan, ammo hali hanuzgacha chop etilmagan kitoblari bor. Ana shu kitoblardan Sharh Fusulul Abuqrat val Mujaz fit Tib. Salbchilar Andalusni egallashganida Andalusning katta kutubxonasini olib chiqib kuydirishgan. Juda katta miqdorda kitobni kuydirishgan. Hozirgi ulamolar aytadiki, g'arblik, agar o'sha Andalusdagi kutubxonani kuydirmaganimizda, qo'limizda qolganida oyga piyoda yurib chiqib ketayotgan bo'larmidik deyshadi. Ya'ni qanaqa ulkan ilmni kuydirib yo'q qilishgan. Siz bilan biz ota-bobolarimiz, bobo-kalonlarimiz kitoblarini qanaqalarni olib chiqib ketishdi. Mana Ibn Nafisning kitoblari hali hanuzgacha tarjima qilib tugatilmagan ekan, birodarlar. Hali kunni yorug'i ko'rmagan kitoblari bor, turibdi. Qayerda turibdi? Qachon kashf bo'ladi? Qanaqa u yerda bir ilmiy izlanishlarda natijalari bor? Ehtimol Nobelskiy premiya olarsan bitta narsasini o'rganib chiqib turib. Uning uchun akalar o'rganish kerak edi bu diniy bilimlarni, arab tilini, shu eski kitoblarga tishimiz o'tishi uchun. Eng katta ta'lifoti mashhur Ash-Shamil fi Sinat at-Tibbiyya ensiklopediyasi bo'ladi. Qarang, hozir men raqamlarni aytaman. Ibn Nafis o'zini kuzatishlarini qoralama qilib yozib, cho'rnovoy qilib yozib 300 mujallatga yetkazgan edi. Cho'rnovoylari 300 ta kitob bo'lgan. Endi mana shu qoralamasini oqlama qilib Belovoyga ko'chirib bizni tilda 300 ta mujallatni 80 ta mujallatga tushirdi. 80 tom kitob. Tushunyapsizlarmi? Kecha necha bet dedik? Kuniga 40 yilda 40 varaqdan 584 ming bet dedik. 400 ta kitob dedik. Kimi? Ibn Tabariy edi. Endi Ibn Nafisni qarang. Cho'rnovoy qilib yozganda 300 ta mujallat bo'lgan, Belovoyga ko'chirganda 80 ta mujallat, 80 tomli ensiklopediya bo'lgan. Tabobatdan nimalar bor ekan? Qanaqa kasallarga davo bor ekan bu yerda deng. Bu 80 jildda musulmonlarning tabobat ilmidagi xulosalarini jamlagan edi. Yana uchiga farmatsevtikaga taalluqli bo'lgan ilmlarni ham qo'shib qo'ygan edi. Uning Ibn Nafisning mana shu 80 jildli kitobi 5 asrgacha butun dunyodagi tabiblarning murojaat qiladigan asosiy manbasi bo'lib xizmat qildi. Doktor ukalar, eshitganmizlar shu odamning atini? Yo'q, eshitmaysizlar. Yunonlik, Rimlik tabobat egalarini atlari aytilingan shu Ibn Sinoni majbur aytishadi-da. Lekin mana shunday bir musulmonlar orasida shunday bir ulug' tabiblar borligini eshitganmisizlar? Biz o'rgatganmiz bu ilm ma'rifatni u g'arbga. 500 yil oldi ular yuksalganiga, 500 yil oldi o'sib ketganiga, o'tib ketganiga. U ham qachon? Biz ilm ma'rifat tashab qo'yganimizdan keyin. Texnologiya ham bizda bo'lgan. Meditsina ham bizda bo'lgan. Astronomiya ham bizda bo'lgan. Algebra ham bizda bo'lgan, boshqa fanlar ham bizda bo'lgan. Biz faqat o'sha ota-bobolarimizni atini aytib faxrlanishdan boshqa narsaga yaramay qoldik. Ibn Nafis rahmatullohi alayh. Mana shu bir ulkan ishga kim qodir bo'ladi? Albatta Alloh o'zi qo'llagan, Alloh yorliq qilgan banda qodir bo'ladi. U kishi tabobatda o'zini mana shunday ulkan ilmiga yana qo'shimcha falasuf edi. Tarix ilmining olimi, fiqh, lug'at ilmining olimi edi. U kishini lug'at va nahv ilmida ham yozgan alohida tasnifotlari bor. Ibn Nafis o'zini ko'proq vaqtini yo ishiga sarflardi, yo kitob yozishga, yo ta'lim berishlikka. O'qidi, o'rgandi, ilmni o'zida jamladi, o'zini ustida qattiq ishladi, keyin to'plagan narsasini ummatga berdi. Ibn Nafisning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak siratlari haqida yozgan Ar-Risala al-Kamiliyya fi Siratil Muhammadiyya kitobi bor. Hadisga taalluqli yozgan kitoblaridan Muxtasar fi ilmi usulul hadis,
ilmi kalomga tegishli bo'lgan kitoblaridan Fodil ibn Notiq fiqhda ham ayrim kitoblarni yozgan edi. Bu ulug' insonlarning hayotiga nazar solsak, nimaga guvoh bo'lamiz? Ular bir sohada, muayyan sohada peshqadam bo'lgan, hech kim yetolmagan ularga, lekin boshqa ilmlarda ham ular beparvo tashab qo'ygan emas. Ibn Nafisda tabobatga qo'shimcha yana diniy bilimlar ham bor edi. Hayotni vaqtini birodarlar, musulmon kishi to'g'ri taqsim qilishligi kerak. Masalan, bir sohani tanladingiz, tabobatni. Yosh yigitsiz. Yo bir yurisprudensiyani yoki arxitekturani yoki bo'lmasa boshqa bir aniq fanlarda 50% vaqtingizni shunga sarflang. Qolgan 50%ni bo'ling. Boshqa ilmlarga, sportga, sog'likka, hunarga, qarindosh urug', oila a'zolariga 50% vaqt tanlagan yo'nalishingizga sarf qilingan bo'lsa, shunda inshaalloh muvaffaqiyatga erishasiz. Shunda. Umrining oxirida 80 yoshga yetganida Ibn Nafis 6 kun qattiq kasal bo'ldi. Tabiblar harakat qilishni tuzatishga ko'rishdi, bu qilishdi, xullas og'riqni yengillatishga yoki bir boshqa bir sabab bo'lib qolar deb turib aroq ichishlikni taklif qilishdi. Ya'ni og'riqni yengillatsin yo bo'lmasa bir tuzalishga sabab bo'lib qolarmikin deb aroqni taklif qilishdi. Idishni kishini og'ziga yaqin olib kelishganida joni og'rib turgan holida urib ontarib yubordi. Aytdiki, qornimda harom narsa bilan Allohga yo'liqishni istamayman dedi. 687-yil 21-Zulqa'daning juma saharida ummatning ulug' kishilaridan olim, faqih, muarrix, lug'at olimi, ulug' tabib Ibn Nafis vafot etdi. Hijriy 607-yilda tug'ildi, 687-yilda vafot etdi. Melodiy 1213-1288-yillar. Bu kishini ulug'likka olib borgan sabablar, omillar ko'p bo'ldi. Ammo aytishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, u kishi o'zi uchun bir sohani tanladi va butun kuchini, vaqtini mana shunga sarf qildi. Otalarga aytadigan so'zimiz, bolalaringlar o'zi xohlamayotgan narsaga majbur qilmanglar. O'zi yaxshi ko'rmayotgan ishga majbur qilmanglar. Chunki siz majbur qilgan ilm yoki hunarda bir muvaffaqiyatga erishar. Shu ishdagi peshvo insonga aylana olmaydi. Chunki majbur qilib uzoqqa bormaydi. Ularga ham ra'yiga quloq tutishimiz kerak. Ularda ra'yiga biz o'zimizning fikrimizni qo'shib tuzatamiz, lekin o'zi xohlamayotgan narsaga biz majbur qilmaylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzama, ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizning navbatdagisi bugun Imom Tabari rahmatullohi alayhi haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Biz bu darslarimizda ummatning ulug' kishilarini, hayotini, siyratlarini o'qib o'rganyapmiz. Tarixda o'zlarining izini qoldirib ketgan kishilar. Bu ulug'larimizni siyratini faqat o'qib qo'yishlikni, bir qator ko'zdan kechirib qo'yishlikni qasd qilmadik. Maqsadimiz bundan kattaroq. Ularni mana shu maqomga, mana shu martabaga olib chiqqan sabablar, omillar shuni o'rganmoqchimiz. Bugungi darsimiz ummatning buyuk olimlaridan, ulug' mufassirlardan Imom Abu Ja'far at-Tabari haqida. Imom Tabari Abbosiylar davrida yashagan 224-310-yillarda. U kishi xalifa Mutavakkil zamonida tug'ildi va bir qancha xalifalarga ham mas'ul bo'ldi. Muntasir, Musta'in, Mu'taz, Muhtadi, Mu'tamid, Muktafi billah mana shu xalifalarga ham mas'ul bo'ldi. Xalifa Muqtadir davrida vafot etdi. Albatta bu davr birodarlar islom ummatining ilmiy hayoti juda ham rivojlangan davr edi. Bu Harun ar-Rashid davrichalik emas. Harun ar-Rashid davri Abbosiylar mamlakatining eng rivojlangan davri edi. Lekin nima bo'lganda ham Imom Tabari yashagan zamon ilm, fan, ma'rifat rivojlanib taraqqiy topgan davr ekanligida shubha yo'q. Bu paytga kelib ilmiy yo'nalishlar aniqlangan. Fiqh yo'nalishi, aqida yo'nalishi, sirat, aqida, hadis, nahv ilmi, sihoh sitta jamlanib bo'lgan. Boshqa sunan kitoblari jamlanib bo'lgan. To'ralar mazhab shakllanib bo'lgan va tinchlik zamoni bo'lgan. Imom Tabariyda mana shunday martabaga chiqishligiga sabab bo'lgan omillardan bittasi siyosiy barqarorlik, tinchlik.
Musulmonlar yurtida tinchlik bo'lishligi faqat islom va musulmonlarning foydasiga bo'ladi. Musulmonlar yurtida tinchlik yo'q bo'lib, fitna bo'lishi, urush janjallarda bo'lishligi faqat dinimizning dushmanlarining foydasiga bo'ladi. Shuni ikki quloq bilan yaxshilab eshitib olaylik. U davrlarda birodarlar xotirjamlik bor, yo'llar xotirjam, shuning uchun tolibi ilmlar safar qilishligi ham bemalol bo'lgan. U davrlarda birodarlar ilm asosan masjidlarda berilgan. Katta jome masjidlarida shayxlar o'tirgan, u burchakda bitta shayx aqidadan dars beradi, bu burchakda bitta shayx tafsirdan dars beradi. Burchak-burchakda ustunlarda oldida halqalar bo'lgan, mana shunday bir ilm tarqatilgan. U davrda Bag'dod va Damashq shahrining jome masjidlari hozirgi universitetning o'rnidagi maskanlar edi. Maydoni keng bo'lganligi uchun juda ko'p halqalarni o'zlariga sig'dira olar edi va o'sha zamondagi kibor olimlar tolibi ilmlarga ilm tarqatar edi. Endi mana shunday shart-sharoit bo'lgandan keyin albatta ummatning ilmiy, ma'rifiy, saqofiy darajasi yuksaladi. Albatta bunaqa sharoitda ulug' odamlar yetishib chiqadi. Nima uchun hozir shunday bir ilmiy taraqqiyot yo'q musulmonlar orasida? Nima uchun mana shunday bir ulug' insonlar yetishib chiqmayapti? Sabablari bor. Shulardan bittasi odamlarda tushuncha, fikrlari, g'amlari u davrdagi odamlarnikida emas. Hozir birinchi g'am nima? Pulda. Endi puli bor odamda dalshi g'ami nima desa, yana pulda. To'g'rimi? Yoshligini pulga sarflagan, sog'ligini pulga sarflagan, endi kasal bo'lgandan keyin o'sha sog'ligini qaytarishlik uchun pulni sarflaydi, banisiga borib oladi. Demak, birinchidan odamlarda tushunchalari, fikrlari, o'lchovlari noto'g'ri. Undan keyingi sabablardan bittasi odamlarda ilmga bo'lgan rag'bati yo'q. Va ilmga odamlarni rag'batlantirishlik, shijoatlantirishlik ham yo'q. Qo'y, o'qib nima olarding bolam? Bor. Qo'yda hayda. Molda hayda. Bor, hunarni qil, pul top, jon akalar, ukalar. Erkak kishi bo'ldi-ga, alhamdulillah. Bu bizning rizqimiz edi. Palonchi voyda bolasi bo'ldi-ga, bu ham rizqimiz edi. Bunda bizning ixtiyorimiz yo'q edi. Xuddi shunga o'xshagandek, rizqimiz ham bizning ixtiyorimizda emas, qancha bo'lishligi. Siz ilm bilan shug'ullansangiz ham o'sha rizqingizni yeysiz. Pulni ketidan kalla urib quvolasangiz ham shuni rizq yeysiz. Bir sababini qilib qo'yib ilm bilan shug'ullansangiz ham shuni yeysiz. Shuni aytyapmiz, tushuncha noto'g'ri deb. Imom Tabariyning to'liq ismi Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn G'olib at-Tabari. Kunyasi Abu Ja'far. Mana shu kunyasi bilan mashhur bo'lgan Imom Tabariy uylanmagan birodarlar. Ehtimolki mana shu uylanmaganligi u kishini faqat ilm bilan mashg'ul bo'lishiga sabab bo'lgandir. Xuddi Imom Navaviyga o'xshab. Albatta uylanmaslik bu payg'ambarimizning sunnatiga xilof ish akalar, uylanishlik kerak. Ammo bu kishilar uylanmaganiga yarasha nimadir qilgan ekan. Imom Tabariy uylanmagan, unda qanday qilib Abu Ja'far degan kunyaga ega bo'ldi? Bolasiga nisbat qilinadi. Katta farzandiga Abu Fulan deyiladi. Palonchining otasi degani. Abu Ahmad desa Ahmadning otasi. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir odamga kunya berishlik sunnat ekanligini bildi, hadisni o'qidi, o'ziga Abu Ja'far degan kunyani qabul qildi. Chunki payg'ambarimiz yosh bolalarga ham Abu Fulan, masalan Abu Hurayra, mushukchaning otasi degani. Mushukni erkalatib ko'tarib yurgani uchun mushukning otasi deb Abu Hurayra deb qo'yganlar. Nasabi Imom Tabariy forslardan edi. Fors yeridan edi. Tabristonlik. Shuning uchun Tabariy bo'lib tanildi. Qarang, bu din faqat arablar uchun kelmagan edi. Bu dinga xolis xizmat qilar ekan, kishining millatining ahamiyati yo'q. Imom Buxoriy bizdan. Imom Navaviy arab. Imom Tabariy fors. Abu Hanifa fors. Ya'ni islom dinida millatning hech qanday ahamiyati yo'q. Arabning ajamdan afzalligi yo'q, magar taqvo bilan dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fors bo'lishiga qaramasdan Imom Tabariy arab tilini mukammal suratda bilgan. Imom Tabariy otasini qo'ynida ulg'aydi. Alloh azza va jalla bu insonga o'tkir zehn, kuchli xotira, g'ayri oddiy qobiliyat berdi yodlashlikka. Va mana shu narsalarni otasi yoshligidan sezdi va mana shu narsaga qattiq e'tibor berdi. Shuning uchun birodarlar,
7 yoshida Qur'onni yodlab bo'ldi. 8 yoshida taravih namoziga o'tib, odamlarga imomlik qilar edi. Ovozi juda ham yoqimli, shirin edi. 9 yosharidan payg'ambarimizning hadislarni yozib o'rganishlikni boshladi. Qarang, ota xaridor bo'lyapti-da. Bolangizni talantiga birinchi xaridor kim? Siz o'zingiz. Opa dadalar, qaranglar-da, nevaralarning ichida shunaqalari bor. Ahol mana ishladinglar, oilali, uyli joy unib o'sdinglar, bir zurriyot qoldiryapsizlar. Endi ilmiy tomonga bir narsa qo'shib ketinglar, opa dadalar. Mana shu mavchi 2000-yilda bu yoqda tug'ilgan bo'ladimi deb qaranglar-da. O'shaqa talantlilar ko'p, chunki ichmasdan, chekmasdan, qimor o'ynamasdan, harom kalbasa cho'chqa yemasdan uylangan bolalarning bolalari endi 2010da Tevasda tug'ilganlarda qaranglar-da, undan ham zo'r bo'lyapti. Nimadir qilaylik, jon akalar. Yeb ichib ketavermasdan, uy qurib ketavermasdan. Bitamta Imom Tabariyni, Imom Buxoriyni qo'yib ketaylik. Imom Tabariy otasini rioyasida bo'ldi. Otasi u kishi farzandidagi qobiliyat, iqtidorni ko'rgandan keyin shuni yo'ladi. Otasi tush ko'rdi. Tushida qarasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldida o'g'li o'tiribdi. Oldida bir xoltachasi bor, ichida to'ldirib toshlar. Tushida ko'ryapti. Payg'ambarimiz oldida o'tirib olib, hali toshladim deb otib o'tiribdi. Ertaman uyg'ondida juda xursand bo'ldi. Tushlarni ta'bir qiladigan, tush ilmidan xabari bor odam oldiga kelib turib, tushini aytib berganida, hali ta'bir qiluvchi aytdiki, o'g'ling katta bo'lib, o'zining dinida nosih bo'ladi va Robbisining shariatida bilimdon bo'ladi dedi. Ehtimolki mana shu ko'rgan tushi o'g'lini shunday yo'lashiga sabab bo'lgandir. Shundan keyin otasi bolasini tamomiy ilm yo'liga burib qo'ydi. Tirikchilikda dunyo tashvishini birontasini bolasiga bildirmadi. Yeri bor edi, shu yeridan tushadigan mablag'ida falon qismini bolasiga atab qo'ydi. Safariga, yeyish ichishiga, ilm o'rganishiga, nima kerak bo'lsa ilm tomoniga burib qo'ydi. Keling, 4 ta o'g'lingiz bor. Shundan bittasi qandaydir iqtidori bor. Qolgan 3 tasi ishlab bittasini o'qitsin. Otasini yo'lovi bilan shu darajada bo'ldi. Demak, yosh bolalarimizda mana shunday bir qobiliyati borligini ko'rsak, ularni ilm ko'chasiga tutib turishimiz kerak bo'ladi. Bunday qobiliyatli yosh bolani ilm talabida bo'lishiga yordam berishlik kerak. Katta bir ilmiy darajalarga yetishiga ko'mak ko'rsatishlik kerak. Birodalar, mana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlashlik ba'zi bir masjidlarda qilishdan ko'ra afzalroq. Quduq kavlab suv chiqarib berishdan ko'ra afzalroq. Chunki ayrim masjidlarda ko'ramiz birodarlar, 3 ta 4 ta odam namoz o'qiydi, farz namozida. Safda 3 ta 4 ta. Masjidlar katta-katta qilib qurilyapti. Shu masjidni yurgizadigan odamlarning yo'qligidan masjidlar quvullab turibdi. Shu masjidda ishini yurgizishlikka yaramaydigan, shu ahli ilm bo'lmagan, shu minbarda ahli bo'lmagan odamlar o'tiryapti, qavmni 3 ga 4 ga bo'lyapti. Akalar, mana shunday bir ilmni yoshlarni qo'llashlik kerak. Savdogar akalar, ahli davlat birodarlar, mana shunday bir yoshlarni ilmiga biz ko'makchi bo'lishimiz kerak. Imom Tabariy balog'at yoshiga yetib ilm safarini boshladi. O'zini yurtidagi katta-katta shahardagi olimlarning ilmini olib oldi va safarni boshladi. Imom Tabariyni ilm talabida qilgan safari nimaga o'xshatsa bo'ladi? Asalari uchib, guldan gulga qo'nib, asalini yiqqandaqa Imom Tabariy shaharlarni, katta-katta shaharlarni kezib, shu yurtdagi ulamolarning ilmlarini bitta-bitta to'pladi. Xuddi asalari guldan asalni to'plaganidek. Imom Tabariy Royga keldi. U yerdagi ulamolardan ilm oldi, Bag'dodga bordi. Ana shu paytda Bag'dod ulkan ilmiy markazlardan bittasi edi. Zamonasining eng ulug' olimi Imom Ahmad ibn Hanbalni shahari. U kishini xas qilib keldi, lekin Imom Tabariy bu shaharga kelgunga qadar Imom Ahmad ibn Hanbal vafot etgan edi. 241-yilda. Shunday bo'lsa ham Iroqqa keldi, shu yerda ilm o'rgandi. Salim shahriga muqim bo'ldi. Shu yerdagi kishilardan ilm oldi, hadisni, fiqhni hamma mazhablarni o'rgandi. Qaranglar, biz o'zi bitta mazhabimizga bilib ola olmaymiz, a? Bitta o'zimizni Hanafiy mazhabimizni to'liq o'rgana olmaymiz. Toqatimiz yetmaydi, umrimiz sabr.
Bu kishi to'rala mazhabni o'rganib chiqyapti. Fenomen emasmi shu narsa? Qarang, u davr ilm qanaqa yuksalgan davrida ulamolar ham shunga yarashadi. Imom Tabariy asosan ikkita narsada ko'zga ko'rindi. Ikkita asosiy ilmda bu Qur'on va tarix. Qur'on ilmlarini, tafsirni, qiroatni o'rgatar edi, yana fiqhni yaxshi o'rgangan edi. Ammo Qur'oniy ilmlarda boshqa ilmlardan ko'ra ko'proq ko'zga ko'ringan edi. Shofiy mazhabini o'rgandi, shu mazhabning kibor olimlaridan Imom Zafaroniydan o'rgandi. Imom Tabariy Bag'dodga qaytib keldi va Bag'dodda odamlar orasida tanildi. Ahli ilmlar u kishining ilmini va fazilatini tan olishdi. Mana endi u kishini oldiga odamlar ilm o'rganishlikka keldi. 34 yoshida akalar Bag'doddagi jome masjidida kibor shayxlar qatorida o'tirib dars berardi. 34 yoshida. Bag'dodda o'tirib ilm o'rgangandan keyin u kishi Shomga ilm o'rgangani bordi. Chunki Shomda ham Bag'doddagidan kam bo'lmagan ilm bor edi. U yerga bordi, Qur'on rivoyatini o'rgandi, keyin Livanga safar qildi. Bayrutga, Imom Avzoning yurtiga. Undan keyin Misrga, Lays ibn Sa'dning vataniga safar qildi va mana shu yerda bu yurtlarda bo'lmagan ilmni oldi. Keyin yana Shomga qaytib keldi. 265-yilda Misrga yana safar qilib bordi. Ilm talabada bo'lgan mana shuncha safardan keyin Imom Tabariy o'zini vataniga qarab yurdi. Tabristonga, Forsga. Yo'lda to'xtadi, Bag'dodga va bir qancha kitoblarni yozdi, so'ngra yana o'zining yurtiga qarab chiqib ketdi. Imom Tabariy Tabristondan chiqib ketayotganda boshqa odam edi. Endi shuncha yillik ilmiy safarlardan keyin qaytib kelgandan keyin boshqa odam edi. Tabriston ilm markazi emas edi. Shuning uchun uzoq turmadi bu yerda. Yana Bag'dodga qaytib keldi. Chunki aytyapmiz, ilm markazlarining kattasi Bag'dod edi. Shu yerda yashadi va qolgan umrini mana shu yerda yashab tugatdi. Kitoblar tasnif qildi, ummatga ulkan ilmiy merosni qoldirdi. Birodalar, ilmda bitta sohasida ko'zga ko'rinishlik ko'pchilikning qo'lidan keladi. Ammo ko'p ilmlarda hammasida birinchi bo'lishlik, peshqadam bo'lishlik faqatgina ulug' insonlarning qo'lidan keladigan ish. Imom Tabariy mana shunday ulug' kishilardan edi. U kishi Qur'onda, tafsirda, tarixda, ibodatda, o'zining shaxsiyatini tavozunida zamonasidagi eng ko'zga ko'ringan kishilardan bo'ldi. U kishini qoldirgan eng katta asari Imom Tabariyning tafsiri, hatto hozirgi kungacha musulmonlarning eng asosiy marjiyalaridan hisoblanadi. Inshaalloh Imom Tabariy haqidagi darsni ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Asrorul uzama, ulug'larning sirlari deb nomlangan navbatdagi darsimiz kecha mufassirlarning imomi, tafsir ilmining bilimdoni Imom Tabariy rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan edik. Bugun inshaalloh davom etkazamiz. Bu ulug' insonlarning hayotiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ularning hammasi umrining avvalida ilm oldi, o'zlarida ilmni jamladi. Keyin mana shu bir ma'lum bir hayotidagi bir muddat kelganidan keyin shu ilmni odamlarga tarqatdi. Demak, 20-30 yoshlargacha ilm talabida bo'linadi. Shundan keyin o'zida to'plagan, jamlagan ilmni ummatga berishlik kerak bo'ladi. Imom Tabariy ham bundan mustasno bo'lmadi. Mana shu umrining avvalida o'zini yurti Tabristonda, Fors yerlarida, keyin Iroqda, Shomda, Misrda ilm o'rgandi va mana shu ilmlarni o'zida jamlagandan keyin Bag'dodga keldi, vafot etgunicha 310-hijriy yilgacha odamlarga ta'lim berdi. Demak, ulug'likka yetaklovchi sabablardan bittasi iqtidor, qobiliyat, talant. Undan keyingisi unga bo'lgan rioya. Undan keyin bir xos tarbiya, ma'lum bir vaqtgacha ilm to'plashlik va oxirida mana shu to'plagan narsasini taqdim qilishlik. Imom Tabariy islomiy ilmlarning ensiklopediyasiga aylangan edi. Shuning uchun u kishining ta'lifotlari, yozgan kitoblari juda ham katta bo'ldi. U kishini yana bir boshqalardan ajratib turadigan, o'ziga xos bo'lgan sifatlaridan aytmoqchi bo'lgan narsasini chiroyli tartibga keltira olar edi. Ba'zida bo'ladi, 1 soat bir narsani o'qiysan, 1 soat bir narsani eshitasan, hali gapni gapirgan odam yoki kitobni yozgan odam nima demoqchi bo'lganligini tushunmaysan. Albatta, aytayotgan so'zini, yozayotgan narsasini tartibga keltirib,
aytmoqchi bo'lgan narsasini shunday bir chiroyli shaklga tartibga olib kelib qo'yishlik, bu mana shu kishini ulug'ligiga dalolat qiladi va bunday kishidan biror bir narsani o'rganishlik ham oson bo'ladi. Bu kishining kitoblari. Tafsirut Tabari. Bu kitob ummati islomiyaning Qur'on tafsirlarining ichidagi eng mo'tabar, eng asosiy kitoblardan hisoblanadi. Imom Tabari 86 yil umr ko'rdi va mana shu uzoq umr davomida birodarlar shijoati so'nmadi, g'ayrati pasaymadi. Mana shu 86 ga kirguncha kitob o'qidi, o'qitdi va kitoblar yozdi. Bizda 60 ga kirguncha ishlaymiz, keyin bo'ldi. Hech narsa bilan nimamiz yo'q, ishimiz yo'q. Yo'q aka, unaqa emas. Ilmni zo'rligi ham shundaki, 60 ga kirganda ham, 70 ga kirganda ham yarim kilolik kitob ko'tara olasan. To'g'rimi? Aql pishgan sari, hayotiy tajriba ko'paygan sari mana shu ilmni odamlarga yetkazishlik, undan bir xulosani chiqarishlik yoshlarga qaraganda ko'proq bo'ladi qarilarda. Qari bilganda para bilmas deydi. Endi bu qari yana ilmli qari bo'ladigan bo'lsa, tinmasdan kitob o'qiydigan bo'lsa, bu qanaqa zo'r qari bo'ladi. U kishining kitoblaridan Tahzib al-Asar, hadis ilmiga oid, bu kitobida Imom Tabari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisiga taalluqli bo'lgan hamma narsani jamlamoqchi bo'ldi, lekin u kishining umri yetmadi. Bu kitobning nihoyasiga yetishlikdan avval vafot etib ketdi. Demak, birodarlar, Imom Tabari tarix ilmida peshvo, lug'at ilmida peshvo, hadis ilmida peshvo, tafsir ilmida, qiroatda musulmon ulamolarning peshvosi bo'lgan. Aytyapmiz, ensiklopediya bo'lgan deb. Bu yerda aytilayotgan ilmlardan bittasi hozirgi kunda bitta odamning qo'lida bo'lsa, bu odam juda ham ulug' odam bo'ladi. Lekin bular bitta o'zida mana shuncha bir ilmni jamlashgan. Mana shuncha ilm egasi bo'lgan, lekin ko'proq ko'zga ko'ringan ilmi bu tafsir bilan tarix ilmi edi. Imom Tabariyni harakatiga, mehnatiga va kitoblariga Alloh taolo qabuliyatni yozgan edi. Qarang, o'tganiga qancha yuz yillar o'tgan bo'lsa ham, hali odamlarning qo'lida u kitoblari. Hali odamlarning tilida u kishining ismi. Bu Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga beradigan narsa, qabuliyat. Odamlarning qalbiga yo'l ochiladi. Kamdan kam odamlar mana shunday bir martabaga erishadi. Ya'ni mana Imom Tabari davrida Imom Tabariga o'xshab kitob yozgan olimlar ham bo'lgan. Lekin nimaga ularning hammasini kitoblari qo'lma-qo'l bo'lib asrdan asrga o'tib kelmadi? Hozir aytganimizdek, Alloh qabuliyatni yozgan odamlarda bo'ladi bunday narsa. Ibn Huzayma aytadi: "Bu samo ostida Tabariydan ko'ra bilimliroq kishini bilmayman." O'zi muhaddis olimlarda Ibn Huzayma bilasizlar. Imom Zahabiy aytadi: Abu Ja'far at-Tabari ulug'larning biri. Ulug' tasnifotlar egasi, ishonchli, sodiq, hofiz va tafsir ilmida bosh edi. Fiqh, ijmoda va ixtilofda imom edi. Tarixda alloma, lug'at va qiroatda olim edi. Bu guvohlik, birodarlar, hozirgi 10 ta diplomdan yaxshi guvohlik. Chunki bu guvohlikni berayotgan kishilar ummatning eng ko'zga ko'ringan olimlari. Ularning bittasini guvohligi o'zi 10 ta diplomdan o'rniga o'tadi. Imom Tabarining kitoblaridan Jamiul Bayan fi ta'vili ayatil Qur'an tafsir kitobi, bu kitob ko'proq Tafsirut Tabari nomi bilan mashhur bo'lgan. Birodarlar, bu tafsir ilmidagi eng peshvo kitob hisoblanadi. Tafsir ilmini o'rganganki odam bor, Imom Tabariyning tafsirini o'qimasdan iloji yo'q. Sahih Buxoriyga, Sahih Muslimga qanday muhtojmiz hadis ilmida? Tafsir ilmida Imom Tabariga mana shunday muhtoj bo'linadi. Juda ko'p marta bu kitob chop etilgan, ilm bilan shug'ullangan odam borki, albatta uyda bu kishining mana shu Imom Tabarining tafsiri turadi. Bu kishining yana bir kitobi Tarixul Umam val Muluk. Bu kitobi mana Tarixut Tabari nomi bilan mashhur bo'lgan. Ya'ni hozir aytganimizdek, tarix bilan shug'ullangan odam ham bu kitobdan o'zini behojat bilmaydi. Mana shu ikkita kitobi, Tafsirut Tabari va Tarixut Tabari, tafsir va tarix ilmidagi musulmonlarning eng suyangan, ishongan marjilaridan, manbalardan, hatto hozirgi kunimizgacha. Vazir Abbos ibn Hasan Imom Tabariga kishi yuborib bir iltimos qildi. Men fiqhni bilishim kerak bo'lgan bir munosib kitob yozib bersiz, muxtasar bo'lsa. Chunki birodarlar, xulosasi, muxtasari qulay bo'ladi o'rganishlik. Tom kitobni o'qigandan ko'ra. Shunda Imom Tabari shu kishiga Al-Hafif nomli kitob yozib berdi.
fiqh ilmidagi katta, ulkan ma'lumotlarni kichkinagina kitobchaga qisqa muddatda jamlab berdi. Albatta bu u kishining ilmiga dalolat qiladi. Albatta Imom Tabariyning bundan boshqa ham ko'p kitoblari bor edi. Hammasini aytib o'tirsak vaqtimiz ko'p ketadi. Hozir Hatib al-Bag'dodiyning bir so'zini keltiraman, diqqat qilib turinglar. Hatib al-Bag'dodiy aytadi: Muhammad ibn Jarir at-Tabari 40 yil mobaynida har kuni 40 varaqdan yozgan. 40 yil mobaynida har kuni 40 varaqdan bir yozuvni ilm ma'rifatda yozgan. Nechi varaq bo'ladi deb o'ylaysizlar? Salkam 600 ming. Salkam 600 ming. 584 ming varaq bo'lar ekan. Men hisoblab chiqdim, agar 400 varaqli kitob deb qaraladigan bo'lsa, 1460 ta kitob bo'lardi ekan. Bir yilda 10 ta kitob o'qigan odam qo'l ko'tarib qo'ysin deyman. Yo'q. 2 yilda 10 ta kitob o'qigan odam qo'l ko'tarsin deyman. Yana yo'q. Qaranglar, biz kimlarning haqida suhbat qilyapmiz? Mana bizga ibrat bo'lgan kimsalar. Bu kishi hali o'qib o'rgangandan tashqari 30 yoshini uyog'idan yozishni boshlagan desangiz, 1460 ta kitob yozgan bo'lyapti. Endi ular ham hum rijal va nahnu rijal, ular ham erkak kishi bo'lgan, biz ham erkak kishimiz. Ular ham ilmli bo'lgan. Biz ham ilmimiz degan paytda mana shu narsalarni bir ko'z oldimizga keltiraylik. Ilm ulardagi ham ilm, bizdagi ham ilm deyotgan narsamizni faqat so'zingizga o'xshayapti, ilm degani. Demak, 40 yil mobaynida har kuni 40 varaqdan yozgan ekan. Subhanalloh. Yana u kishining mana shuncha fazilatiga shogirdlarni ham qo'shib qo'ying. Qobiliyatli, iqtidorli talabalar. Ular Imom Tabariydan uzoq yillar dars olishdi, ustozidan nimani eshitsa, o'tirib yozib o'tirishdi. Demak, ulug'likning sabablaridan bo'lgan narsalar: iqtidor, talant, zakovat, rioya, umrni taqsim qilish, talabalar, mana shularning hammasi Imom Tabariyning shaxsiyatida jamlagan edi. Mana Lays ibn Sa'dni o'qidik, ulug' olim bo'lgan ekan, ulug' faqih bo'lgan ekan, Abu Hanifalardaqa, lekin shogirdi bo'lmagan ekan. Shuning uchun u kishining ilmi davom etmadi, o'zini zamonasida to'xtadi. Ammo Imom Tabariyda mana shu ulug'likning sabablarining hammasi bor. Imom Tabariyning zakovati. U kishi bir kechada bitta ilmni o'rganib chiqdi. O'zi haqida aytadi, ya'ni she'r vaznlardan bo'lgan aruz vaznini. Misrga kelganimda Misr ahlina ilmli kishilar hammasi kelib men bilan uchrashdi. Hammasi o'zi bilgan ilmda meni imtihon qilib ko'rdi. Shularning qatorida bir kishi keldida aruz haqida so'radi, she'rni vazni haqida. Bu narsaga e'tibor bermagan ekanman, vaqtim bo'lmagan ekan, u kishiga ertaga javob aytaman sizga dedim deydi. Bir kechada bir ilmni o'rganib olish o'ylab ko'ring. Shu kecha Halil ibn Ahmadni Aruz haqidagi kitobini do'stimdan so'radim, olib kelib berdi. Kechasi bilan o'qib chiqdim. Kechasi bilan uxlamadim, tunni shu kitobni o'tkazdim. Bir kechada shu ilmni o'rganib chiqdi. O'zi haqida aytadi, Aruz degan narsadan xabarim yo'q edi. Kechqurun tong yotganda aruzi bo'lib uyg'ondim deydi. Ya'ni aruzi bo'lib odamlarga ro'bara bo'ldim deydi. Bir kechada bitta ilmni birodarlar o'rganib chiqishlik. Albatta bu Imom Tabariyning g'ayri oddiy zakovati, aqli, fahmi borligiga dalolat qiladi. Bir kechada. Alloh taolo bu kishiga mana shunday bir g'ayri oddiy zakovatni bergan edi, iqtidorni bergan edi, qobiliyatni. Birodarlar, odam bolasi borki, unda qandaydir iqtidor, qobiliyat bor. Talant bizning tilda. Faqat u iqtidorini, talantini kashf qiladi kimdir, kashf qilib yaxshi tomonga burib qoladi. Kimdir u narsa bilan ish olmaydi, ko'milib qolib ketadi shu. Iqtidori fosh bo'lmaydi. Bu kishilar iqtidorni bilgan va kerakli tomonga bura olgan. Abu Ja'far at-Tabari aytadi, o'zi haqida, mana Imom Tabari aytadi, Abu Kuraybning eshigi oldida ahli hadislar bilan birga keldim. Bu Abu Kurayb ahli hadis bo'lgan olimlardan edi. Juda ham tabiati injiq, ko'p ham odam suyvormaydigan, hammani o'zining majlisiga kirgizib o'rmaydigan, ko'p ham bizning tilda odam suymaydigan odam bo'ladi. Lekin olim, subhanalloh, tabiat ekanda. Tabiat ekan, bir olim shunaqa bo'lar ekan. Bir xilga olim, bir ochiq, odamlar bilan muomalasi oson, yengil bo'ladi. Bir xilgisi, lekin fitrat, bu tabiat. Ya'ni bu kishidan ilm olishing uchun birodarlar, talabalar ayrim o'rtada kimnidir o'rtaga qo'yishiga to'g'ri kelardi. Xohlamas edi.
Shunaqa bo'ladi olimlar bilan muomala qilish. Imom Zarnujiyda Ta'limul Mutalimada aytadi. Men aytaman shuni. U olim xohlamaganda savol bermaysan deydi. Charchab turgan bo'lsa osilib olmaysan deydi. Etagiga osilmaysan, xolos yalinasan degani. Yalinib turishar edi. U kishi kichkina bir derazadan qarab turib, mendan yozib olgan narsalaringlar bor. Ko'p narsani yozib olgansizlar. Yodladinglarmi? dedi. Talabalar bir-biriga qarab qolishdi. Shunda Imom Tabariga qarab turib, siz yozdingizmi deydi. Ha, dedim, yozdim dedi. Yodladingizmi? Ha, yodladim. Mana odam yodlabdi, shu odamdan so'raying deydi. Derazadan turib Abu Kurayb so'radi. Nimani yodlading dedi. Endi 3-4 ta hadisda aytib bersa bo'ladi. Nimani yodlading dedi? Falon kuni falon narsani aytdingiz, yozdik. Falonchi kuni falon narsani aytdingiz, yozdik. U yodlagan narsasini emas, qaysi kuni nimani aytganigacha, nimani yozilganigacha aytib berdi. Yana bir qancha savollar so'radi, hammasiga javob berdi. Shunda Abu Kurayb, "Mana shu odam kirsin, qolgani kirishmadi" dedi. Yana shunday bir qaysar yoki bo'lmasam fe'li torroq olim ham Imom Tabariyni fazilatini, makonatini, qadrini bildi. Imom Tabariyni mana shunday bir martabaga yetishiga sabablardan yana bittasi, u kishi o'zini vaqtini tartiblab qo'ygan edi. Biz bilasizlarmi, birodarlar, vaqtimizda baraka yo'q. Hech narsaga ulgurmayapmiz. Hunarimizga ham ulgurmayapmiz, bozorimizga ham ulgurmayapmiz, ilm o'qigani ham ulgurmayapmiz, sog'ligimizga diqqat qilgani ham ulgurmayapmiz, bola chaqa bilan o'tirib, bola chaqaga tarbiya bergani ham oilaga ulgurmayapmiz. Akalar, o'sha 24 soat, o'sha 24 soat. Imom Tabariy davridagi 24 soat hozir ham o'sha. Faqat bizda tartib yo'q. Tartibimiz yo'q. Albatta, vaqtini tartiblay bilishlik tolibi ilmga ham muhim narsa, olimga ham. Bu kishi o'zini kunini chiroyli suratda tartibga keltirib bo'lib qo'ygan edi. Dars beradigan vaqti, bomdoddan keyin, yozadigan vaqti, peshindan avvalgi qaylola vaqti, peshinni o'qigandan keyin asrgacha dars vaqti, asrni o'qiganidan keyin shomgacha talab ilmlarga Qur'ondan ilm beradi. Shomdan keyin xuftongacha masjidda fiqhdan dars beradi, fuqaholar bilan suhbatlashadi. Xuftondan keyin uyiga ketadi, hech kimni qabul qilmaydi. Nima uchun? Bezovta qilishmasligi uchun. Nimadan? Yana kitob yozishdan. Haqiqatan bu odamlarga Alloh taolo bir barakatan bergan ekan, sabr, toqatan bergan ekan, birodarlar. Yana shularga qo'shimcha har kuni qiladigan zikri, duolari bor, ma'lum wird nimalari bor, Qur'onlari bor. Ibn Kamil aytadi, o'zi uchun, dini uchun va haloyiqning foydasi uchun o'zining kunini chiroyli taqsim qilgan edi. Og'ani semirib ketsa, sal bir yugursangiz bo'lib, domla vaqt bo'lmayapti-da deydi. Agar vaqtni bo'lishini kutsang, vaqt hech qachon senda bo'lmaydi. Avval qanday bo'lgan bo'lsang. Akalar, tartibga keltirsa juda ko'p narsaga ulguymiz. Imom Tabariyning axloqi. U kishini go'zal axloqi odamlarga u kishini mahbub qilgan edi. Olimlarga ham, talib ilmlarga ham. Uning shogirdlaridan biri aytadi: Abu Ja'farning qalbi ham, zohiri ham chiroyli edi. Ham suhbatlariga chiroyli muomalali edi. Ularning hol-ahvolini so'rab, surishtirib turadigan inson edi. U kishi islomiy odobni o'zida jamlagan edi. Yurishida, turishida, yeyishida, ichishida, o'tirishida, uxlashida. Hatto u kishi o'zi bilan husumatlashib turgan kishilarga nisbatan ham chiroyli muomala qilar edi. Mana Davud ibn Ali az-Zohiri, Zohiriylardan. Bir majlisda Imom Tabariy bilan bahs qilib qoldi. Munozara, ikki tomon endi o'zini fikrini aytib, o'rtada bir bahs bor. Fikrlar har xil. Shunda Davud Zohiriyning shogirdlaridan biri turdi-da, Imom Tabariyga qo'pol gapirib yordi. Imom Tabariy indamada turib chiqib ketdi. Bordi uyiga, bir necha kundan keyin kitobni oldi, qo'liga qalamni oldi-da, mana shu Davud Zohiriyga raddiya qilib bir kitob yozdi. 100 varaq narsani yozdi. Shu kitobni yozib tugatib bo'lganidan keyin Davud Zohiriyni vafot etganligini xabari keldi. O'tib ketdi endi hali odam. Meni raddiyam deb olib chiqib o'qitsa odamlarga 100 varaq narsani yozgan, mehnat qilgan. Davud Zohiriyda o'lganligini xabarini eshitgandan keyin haligi narsani 100 varaqni yirtib tashladi. Keyin mana shu Davud Zohiriyning uyiga borib,
uni farzandlarini oldida, ahlini oldida Davud Zohiriyni chiroyli so'zlar bilan maqtab, ularga taskin berdi qalbiga. Hatto ma'lumki Davud Zohiriyning o'g'li Muhammad ibn Davud otasidan keyin Imom Tabariyga bir ta'na malomatlarni qilmoqchi bo'lib turgan odam edi. Ammo otasiga qilgan bo'yiga chiroyli muomaladan keyin bu kishi ham ta'na malomatini qo'ydi. Ko'ring, husumatchisi bilan Imom Tabariyni bo'lar ekan xulq muomalasini. Endi mana shunday bir go'zal axloqqa zohidlikni, omonatdorlikni, iffatni, sidq niyatni qo'shib qo'ying. Imom Tabariy haromdan juda qattiq parhez qilardi. Shubhali o'rinlardan uzoq edi. Dunyoni hoya havasga berilmagan edi. Tirikchilik nima bilan edi? Otasidan qolgan yer bor edi. Shu yerdan keladigan daromad bilan tirikchiligini o'tkazar edi. Hayotdagi ozgina narsa bilan kifoyalanardi. Hoya havasga berilmagan edi. Podshohlardan, amirlardan, hokimlardan keladigan hadiyalarni, atoyatlarni qabul qilmas edi. Imom Suyuti o'zini Tabaqatul Mufassirinda shunday deydi. Imom Abu Ja'far At-Tabari mufassirlarning mutlaq boshlig'i, imomlarning biri. Uning asridagi biron kishi u jamlagan ilmlarini o'zida jamlay olmadi. Allohning kitobining hofizi, ma'nolarining bilimdoni, Qur'on ahkomlarining faqihi, sunnat va uning yo'llarini, sahihini, saqimini, nosihini, mansuhini olimi, sahobalar va tobiinlar ahvolining bilimdoni, odamlarning tarixi va ularning xabarlarining olimi edi. Bironta ilm qoldimi? Islomiy ilmlardan birontasi qoldimi aytilmasdan? Islomiy ilmlarni deyarli hammasini o'qib o'rgangan olim odam edi. Fenomen bizga tilda aytganda. Imom Navoiy aytadi, Imom Tabariyda hech kim tasnif qila olmaganligiga ummat ijmo qilgan. Ya'ni butun ummati islomiya Imom Tabariydaqa hech kim kitob yoza olmagan deb ittifoq qilgan. Mana birodarlar, berilgan baho. Xatibul Bag'dodiy aytadi, Imom Tabariy ulamolarning peshvolaridan biri edi. Uning so'zi bilan hukm qilinar, fazli va ma'rifati sababli uning ra'yiga qaytilar edi. Imom Tabariy musulmon ulamolar orasida hamma uchun ibrat bo'lgan g'ayrioddiy inson edi. U kishi o'zining shaxsiyatida barcha yaxshi sifatlarni jamladi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga mana shu kishilarning hayotini o'qib eshitdik, ibrat olishlik tavfiqini bersin. Duo qilaylik, bolalarimizdan, nabiralarimizdan mana shunday bir ulug' insonlar yetishib chiqsin. Albatta bu narsa bizning qo'limizdan keladi. Sababini qilamiz, Allohga duo qilib so'raymiz. Inshaalloh mana shunday insonlar yetishib chiqadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu